Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rabbi zidni ilma. Amin. Ya Robbul alamin. Namoz islomning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo namozni bandalariga farz qilib qo'ygan. Namoz Alloh bergan hadsiz, hisobsiz ne'matlarga bandasining shukronasi hamdir. Namoz ibodati tufayli kishining Alloh nazdidagi darajasi yuksaladi. Namozxon oxirat hayotiga tayyorgarlik ko'rib boradi. Turli bahonalar bilan namoz o'qimay yurgan kishi Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan bo'ladi. Bu esa katta musibatdir. Chunki namoz jannatning kalitidir. Qur'oni Karimda namoz o'qish amr etilgan ko'plab oyatlar bor. Namozni mukammal ado etingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz. Baqara surasi 43-oyat. Namozni mukammal ado etingiz va zakot beringiz. Baqara surasi 110-oyat. Alloh iymonlaringizni zoye ketkizmas. Albatta Alloh odamlarga mehribon va rahimlidir. Baqara surasi 143-oyat. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarga qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardirlar. Ular barcha namozlarni vaqtida ado etib, qazo bo'lishdan saqlaguvchi kishilardir. Mo'minlar surasi 1-2-9-oyatlar. Albatta namoz fahsh va yomonlikdan qaytarur. Albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir. Ankabut surasi 45-oyat.